bolajoni. Hindistondan kelyapti bolam. Professor bo'lib. Ota, qo'yib qo'yingizni olay. Nima sen turuningda nimani olyapsan? Duoyimni ol jinni. Kechiring, xayr. Voy bolajonim, ey. Ha, turqing qursin, ishtaning qani? Samolyotda ichim ketib qoldi ona. Ey, chiqyapti. Yo ishtoningni jinni. O'g'ling peshonasiga nima chizib olgan? Sendu. Gadoyboy o'g'lim yo'qki. Ota, endi mening ismim Gandini. Nima deding? Gandini. Lekin o'rtoqlarim Gandu deb chaqirishardi. Sizga qaysi biri qulay, ota? Bu Gandini. Bitta zo'ri bor qulay, lekin uni ayta olmayman-da odamlar oldida. Tur oyog'ingga narsa kiygan. Gilamni kir qilasan. Qorayib ketgan oyog'ing bor yo'qol. O'char senlarni, o'char. Xoli. Eski bashara nima qilyapsan? Oyijon, bugun xoli bayrami. Oy chiqquncha hech narsa yemayman. Au eruvchi tutiladi-ku. Mana uni boshingga taqquncha ishtonning tingutingga quridimi? Qo'shni! Qo'shni! Sani o'g'ling Hindistonda vrachlik o'qigandik-ku, ha? Aha. Nasibullo qassob mazasi qochib qoldi. Bitta ukol qilib qo'ysa? Hozir. Dilimi nima metdimi? Gandini. Ha, Gandini. Bor akangni ukol qilib qo'y. O'g'ling qachon keladi? Mazam bo'lmayapti mani. O'zicha qinchagina qilyapti bu Amerika shayx. Sen o'zi qaysi kalla bilan Hindistonda o'qitding buni? Qayerdan bilay zo'r mutaxassis bo'lsa kerak debman-da. Surxondaryoda o'qitsang bo'lmasmidi? Qayerda o'qitaman? Termiz iqtisodiyot va servis universitetida tibbiyot fakulteti bor. Ana o'sha yerda o'qiganda men buning yoshli mutaxassis bo'lardi. Bu yoqda talabalar uchun hamma sharoit bor. Undan tashqari bakalavr, magistratura, ordinatura ham bor. Ordinatura ham bormi? Hamma narsa bor. O'sha yerda o'qiganda men Surxondaryo bolalariga o'xshab chaqqon bo'lardi. Yurishini qara, o'ladi o'zi qassob. Ay, Gandini odamga o'xshab yur. Hay dadasi, hamsiyamizni kelin tug'ayotganimiz. Gandiga ayting to'ldirib bersin. A Gandi o'g'il bola-ku. Meditsina hech qachon ayol erkak tanlamaydi, ota. Chaqiring, tug'diraman. Ota, Rahul dunyoga keldi. Tirqin qilsan. Nimaga? Nimani? Kimligini kesmayapman, rost chiqaman.